janolarda 40 kilo yaqin go'sht yog'i ham bor-da misol aka. Bir o'zi 40 ming nasab qilganingizdan 5 million o'tib ketyapti. Endi go'shtga chaqilmaydi. 35 kilo deganingiz ham o'zi 5 million bo'lyapti premiumda aka. Plus minus. Endi bu undan ortiq qanday qilib beramiz aka? 6 million 58 deyapti shu So'roy zonasi aka. Men 5 milliondan bering. Meni tanlab oling deb 80 ta qo'ydi. Zo'rini tanlab oling aka. Xo'sh 49 deyman dedim dangeli. Bersangiz bu bersangiz ketadi. Bu yangi xo'jalik uchun 100 mingdan o'tib. Yangi xo'jalik. Qo'lni bering mana. Anaqasi Estoniya ham bo'ladi-ku. Ekson qilasizmi, qilmaysizmi? Qurib ketmaydi, kechasi soat 9 bo'ladi. To'g'ri gap aytganingiz uchun to'rtalasidan 200 ming so'm tushib berdim aka. Xursandmisiz mana aka? Xursandmisiz? Shu akamning hurmatida mana yangi xo'jalik deganingizga yo bitta gap aytdim. To'xta, mana bitta so'rayman. To'rtalasidan 100 ming so'mdan pul tushib berasiz 49 dan buni. Endi rozimisiz? Xursand bo'lasizmi aka? Mana aka barakasini oling aka. Xursand. Akalarimiz ikkinchi bor kelishibdi mana. Kecha o'ganda 4 dona qo'chqor qilib berdi akalar. 4 million 900 mingdan bo'ylari 80 sm atrofida 4-5 oy yemini zakonni yeb turgan akalar. Akalarimiz Namangan viloyat yangi qurgan tumandan kelishibdi. Kecha ham keldilar aka. Kecha ham tushib, bugun ham mana oshnalarimga 4 ta qo'y qilib berdi. Qo'y yo'qordim aka, xolos. Akalar narx-navo mesela ko'rib kelyapsizlar. So'roydan ham arzonmi yo arzon emasmi? Bozorda qo'yib. Aka beradigan pulingiz Alloh rozi bo'lsin. Rozi bo'lasiz. Hozir kelyapti mana 5-siga kelishyapti. Zaminus kanalimizga obuna bo'lib bitta yurakchani tirsalatamiz aka. Mana tirsalatmayapsizlar aka, ko'rib turibmiz. Bo'ldi shartli, mana kecha patiska bo'lib kecha like emas qo'yganmiz mabodo. bo'ldi, Alloh rozi bo'lsin aka.